Paulus va Silas. Havoriylar faoliyati kitobi 16-bob 19dan 40gacha bo'lgan oyatlar. Ilgari Shaul masihiylarni yomon ko'rib, ularni quvg'in qilgan edi. Endi esa uning o'zi xushxabarni yoyish uchun tinmay mehnat qilar edi. Shaulning hayotidagi o'zgarishni ifodalash uchun bo'lsa kerak, endi uni ko'proq Paulus deb atashardi. Bir nechta hamkori hamrohligida u hatto Yevropaga ham sayohat qilgan edi. Qayerga bormasin, u birinchi navbatda yahudiylarning dam olish kunlari shahardan tashqarida yig'ilib ibodat qilayotgan yahudiylarni izlab topar edi. Mana shunday yig'ilishlarning biridan keyin Paulusning oldiga Lidiya ismli badavlat bir ayol keldi. U Butrusdan Iso haqida ko'proq gapirib berishini so'radi. Suhbat oxirida "Men bilan birga ibodat qiling, egamiz meni farzandi sifatida qabul qilsin. Shuningdek suvga cho'mib iymon keltirishni juda istayman", dedi. Suvga cho'mdirilgach, Lidiya Paulus bilan do'stlarini uyiga taklif qildi. Biroq Paulus va uning hamrohlaridan biri Silas unikida uzoq qolmadilar. Bir necha kun o'tiboq shahar qozisi ularni qamoqqa oldi. Ayrim shaharliklar yahudiylarning bu yerga kelib, yunonlar va rimliklarga va'z qilayotganidan g'azabda edilar. Shunda Paulus va Silasni ushlab zindonga tashlashdi. Oyoqlari bilan qo'llarini esa zanjirlab, kundaga mahkamlab qo'yishdi. Paulus ham Silas ham o'rnidan turish u yoqda tursin, hatto qimirlay olishmasdi. Shunga qaramay, egamiz qamoqda ham ular bilan birga ekanini ular bilishardi. Xudo ularning ruhlarini ko'tarib, kuch berib turardi. Tun yarimlab qolganda ular ibodat qilib, Xudoni kuylashar edilar. Ovozlari borgan sari balandlab, hatto qo'shni xonadagilarga ham eshitilar edi. Mahbuslar qanday qilib odam qamoqda ham mana shunday xursandchilik bilan sano aytishi mumkin deb quloqlariga ishona olishmasdilar. To'satdan shiddatli zilzila yuz berdi-da, qamoqxonaning poydevorini silkitib tashladi. O'sha zahoti barcha eshiklar ochilib, hammalarining kishanlari bo'shab qoldi. Yer silkinishidan zindonbon uyg'onib, qamoqxona eshiklari ochilib qolganini ko'rdi. Mahbuslar bitta qolmay qochib ketishibdi, o'yladi u. Endi meni qattiq jazolashadi. Undan ko'ra o'z jonimga qasd qilganim ma'qul. Paulus zindonbon o'zini o'ldirmoqchi ekanini ko'rgach, ovozi boricha, "Zinhor bunday qila ko'rma. Biz hammamiz shu yerdamiz", deb baqirdi. Zindonbon hech kim qochmaganiga amin bo'lgach, Paulus bilan Silasni bag'riga bosdi. Bu odamlarning xudosi ularni ozod qilish uchun shunaqa zilzila uyushtirgan bo'lsa, demak, u haqiqiy xudo ekan, deb o'yladi u ichida. "Janoblar, najot topish uchun nima qilishim kerak?" so'radi u. "Rabbimiz Iso Masihga ishon. Shunda sen o'zing va butun xonadoning najot topasizlar", deb javob berdi Paulus. Keyin zindonbon ikkovini uyiga taklif qildi. Paulus bilan Silas zindonbonga ergashganlaricha Iso haqida gapirib borardilar. Ular zindonbonga Isoning faqat ezgu ishlar qilgani, Xudoning o'g'li ekanini odamlarga o'z hayoti va so'zlari bilan ko'rsatib bergani, rimlik askarlar begunoh Isoni xochga mixlaganlari haqida gapirib berishdi. Paulus va Silas esa o'zlarining boshlaridan o'tkazayotgan quvg'inlarga hayron bo'lmasliklari haqida zindonbonga aytishdi. Nima uchun odamlar ularga Rabbilari Isodan ko'ra yaxshiroq munosabatda bo'lishlari kerak ekan. Shuningdek, ular zindonbonga va uning xonadon ahliga, a'zolariga Iso odamlarning, shu jumladan ularning ham gunohlarini yuvish uchun o'limni qabul qilganini tushuntirishdi. Xochda Iso bizning gunohlarimizni o'ziga oldi va bu orqali odamzod va Xudo o'rtasidagi munosabatlarni tikladi.
Paulus bilan Silas Isoning qayta tirilgani hamda muqaddas ruh haqida aytishni ham unutmadilar. Men ham Isoga tegishli bo'lishni istayman, dedi zindonbon. Isodan meni o'ziga farzand qilib olishini so'ramoqchiman. Agar Xudo ayollarni ham qabul qilsa, men ham unga xizmat qilishni istardim. Gapga qo'shildi zindonbonning xotini. Paulus dedi: Albatta, xushxabar ayollarga ham, bolalarga ham berilgan. Mana, shahringizdagi yana bir ayol Masihning izdoshiga aylangan. Suhbat yakunlangach, butun xonadon suvga cho'mdirildi va oila sohibi Paulus bilan Silasni dasturxonga taklif qildi. Biroq ertasi kuni ular Lidiyaning uyiga qaytib ketdilar. Chunki Lidiya ular haqida juda xavotirlangan edi. Endi Paulus va Silas unga nafaqat Xudo ularni qanday asragani, balki o'sha kecha zindonbonning oilasi Xudoga iymon keltirgani haqida ham aytib bera olishdi.